Tagini so'rab surishtirib, не все решают деньги. Sen pulini ololmagan bo'lsang, chiq xalq oldiga aytligin, senga vaqtini ajratgan xalqqa vaqt bebahoda bo'lsin, vaqt bebaho. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborishning yangi va qulay usulini qidiryapsizmi? TangaPay ilovasi orqali O'zbekistondagi Humo, Uzcard va Visa kartalariga bir zumda pul yuboring. Bundan tashqari O'zbekistonga AQSh dollarida naqd pul yuborish imkoniyati ham mavjud. Hattoki Rossiyadan turib O'zbekistondagi kommunal va boshqa to'lovlarni ham onlayn amalga oshirishingiz mumkin. Bularning barchasi bitta ilova ichida, tez, qulay va ishonchli. TangaPay ilovasini yuklab oling va pul yuborishning yangi darajasini sinab ko'ring. TangaPay yaqinlaringizga yanada yaqinroq. Bu vaqtda это дороже всего. Shuning uchun ming bor uzr so'rab, yaxshi kayfiyat qilamoqchiman. Hozir qani men so'zlab talab qo'yaylikmi? Konsert davom etaylik. Jahannam degan qo'shiq bor. Bitta peshtabilan qilaylikmi? Hali konsertga kelgandan keyin gaplashaman sizlar. Gapirtamanda. Hozir yurtiribsiz kal bo'lib Buxoroda yigitlar tojiki bacha mashallah desam nima qilyapti o'tiribsiz okajonim tojiki bacha sevasiz rosa ona qo'shig'ini ham aytib Allohga shukr siz siqilmang vaqtim nimasi shu bo'ladi mana eshitoring xudoga qanchalar tushib ketibdi mana qo'shiqlarimdan Nishto. Sahalligiga men yonboshdan uzr so'rayman sizlardan ham. No'g'ri o'tirib o'tyapsiz. Men g'alati harakatga qarashni bilan aytmayapman-da. Mana shunga qarab aytib, bu yoqqa ham qarab qo'yaman, bu yoqqa ham qarab qo'yaman. Haliroq o'rmonlarga o'tib kelaveramiz. Naushnikni ber. Naushnikni beringlar. Boshlaymiz-a, jahannam.